Assalomu alaykum krasotkalarım. Bugun sizlar bilan mamutlarimizni ko'tarish va yuzlarimizdagi ajinlarni yo'qotish, ko'z atrofidagi ajinlarni va yuzimiz pastga tushishini prarabotka qilamiz qizlar. Уже после birinchi massajdan keyin shunaqangi o'zgarishni sezasiz qizlar. Обязательно ko'rishdan oldin obuna bo'lib olinglar. Bu profilimda ozish to'g'risida va yuzni chiroyli qilish to'g'risida juda ham ko'p videolar chiqadi. Krasotkalarım, bu video boshlanishidan oldin sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Bitta zo'r yangilik sizlar kutganinglar bilaman. Yaqinda meni marafon va kursimga start beraman. Yuz bo'yicha, baqbaqa yo'qotish bo'yicha, ajinlar yo'qotish bo'yicha qizjonlar. Shu yerda ajini, burunda atrofidagi ajin, mamutdagi qizjonlar birorta bir bundoq ko'tarilib qolgan ajin bo'ladi, shuni ham tekislashdi. Yuzimizni tepaga ko'tarishdi. Shu baqbaqani yo'qotib, mana bunaqa cho'tki liniyalar sizlar bilan qilamiz qizlar. Bo'yinlarimizdagi ishiqlarni, yuzimizdagi ishiqlarni hammasini ketkazamiz. Qovoqlarimizni ochamiz va butun yuzimizni yoshartiramiz qizlar, chunki samo massaj juda ham zo'r narsa. Agar kursim to'g'risida ma'lumot bilgisi kelsa, to shu videoning tagida ссылка qoldiraman Telegram kanalimga, o'sha yerga yozsanglar bo'ladi. Yoki mani Instagram Akbarova XX ga yozsanglar, o'sha yerda kurs va marafon bo'yicha sizlarga ma'lumot beraman. Обязательно qizlar qatnashinglar, chunki rostdan ham juda ham zo'r rezultatlar bor. Agar ko'rmoqchi bo'lsanglar, natijalar, do postlarni ko'ringlar qizlar. Qizlarni ham ozdirganman va yuzlarini ham chiroyli qilib tekislab beraman. Bular faqatgina bitta videoyimdan qizlar. Shunaqa zo'r natijaga erishishgan, lekin полный kurs olsanglar qizlar, просто sizlar 10 yoshga yosharasizlar. Va bu videoda ham bomba mashqlar va bomba texnikalarni o'rgataman. Обязательно не пропускать qilib, har kuni qilishga harakat qilinglar, o'shanda natija bo'ladi. Itak boshlaymiz qizlar. Bez makiyaj yuzinglarga bu masajda qilishga harakat qilinglar, chunki makiyajinglar o'chib ketadi. Mana ko'rsalarim bo'ladi. Videoning oxirida уже makiyajim meni ham bejalib ketadi. Yaxshilab krem для massajа yoki yog' ishlatsanglar bo'ladi. Menda kokosvoy masla. Yaxshilab yuzimizga qizlar maslani hammasini surib olamiz. Shunaqa qilib silab hamma bo'yinlarimizga va yuzlarimizga surib olamiz. Keyin esa bo'ynimizdan qizjo'lab boshlaymiz. Doim masajlarni bo'yindan boshlashga harakat qilinglar, chunki kompleksda birinchi bo'yin, keyin уже tepa qismlariga ko'tariladi. Yaxshilab bo'yinlarimizni shunaqa qilib massaj qilib olamiz. Приятно, o'zlariga ham juda ham yoqadi qizlar. Bo'sh vaqtinglarda shunaqa chiroyli qilinglar qizlar. Itak keyingi mashq shunaqa qilib o'rtasini silashga harakat qilamiz. Bo'ynimiz o'rtasini ham razogrevat qilamiz. Lekin zob bor joyda tegmaymiz qizlar, imенно chetlarini massaj qilamiz. Keyin esa ikkita palchigimiz bilan qizlar baqbaqamizni, ya'ni bo'ynimiz tengini shunaqa qilib razogrevat qilib olamiz. Shunaqa упражнениялар bilan qizlar. Ikkita barmog'imizni qo'yib, yaxshilab qulog'imizni oxirigacha polniy yuzimizni formasini chizib va tepadagi barmoqchalarimiz bilan ham ko'zamiz tepaga ko'taramiz qizlar. Videoda ko'rib, hammasini sekin qilinglar qizlar, shoshilmasdan. Men taymerlarni yoqib qo'yaman, hamma mashqlarni 25 sekunddan qilamiz. Itak barmoqlarimizni shunaqa qilib skladovать qilib, qizlar ketma-ketlikda 1, 2, 3 qilib qulog'imizni oldigacha polностью mashqlarni qilamiz qizlar. Videoda ko'rsatayotganimdek qilinglar qizlar. Va tedagi barmoqchamiz ham yaxshi ishlayapti. Ya'ni bizning bo'ynimiz teyini va suvegimizni prarabotka qilyapti. Hamma mashqlar именно bizning yuzimizni tepaga ko'tarish kabi qilinglar qizlar. Tak kengisiga o'tamiz qizlar. Shunaqa qilib palchiklarimizni zgibat qilib, yuzimizni tepaga pastki barmog'imiz bilan birga ishlaymiz. Oxirigacha qilishga harakat qilinglar. O'shandagina yuzimizni formamiz ideal chiroyli bo'ladi krasotkalarım. Itak davom etamiz. Hamma mashqlar 25 sekunddan qizlar. Itak kengisiga o'tamiz qizlar. Barmoqlarimiz bilan yuzimizni shunaqa massaj qilamiz va quloqimizni oldiga borib pastga tushiramiz. Qaranglar qizlar, videoda ko'rsanglar bo'ladi. Quloqimizni oldiga borib pastga tushiramiz. Bu bizani yuzimizdagi suvlar yig'ilganini va yuzimiz tepaga ko'taradi. Va oxirida biz quloqimiz oldidan tushamiz-ku, o'shanda biz suvlarimiz oshiqchasini limfaga to'kib yuboramiz. O'shaning uchun обязательно bu fishkani, bu videoda qilayotgan narsamni ham обязательно qilinglar. Вот, shunaqa qilib endi o'zimizni yuzimiz pastini tepaga ko'taramiz qizlar, ya'ni osilib qoladigan brillarimiz bor-ku, o'sha narsalarni tepaga ko'taramiz. Вот qizlar, hammasini videoda shoshilmay qilinglar krasotkalarim mana.
1 2. Inshaalloh hammasini har kuni qilsanglar, qizlar juda ham zo'r natijaga erishadi. Bilinglarki, shu natijaga doim qanaqa berishamiz? Biz doimgidek bitta narsani qayta-qayta qilsak, o'shandagina muvaffaqiyatga va natijaga erishamiz. Ita keyingisi qizlar shunaqa qilib ko'taramiz va orqaga jildiramiz qo'limizni. Xuddi o'tgan hozir mashq qilganimizdaqa narsa. Hozir qilganimizdaqa qilamiz. Ko'taramiz birinchi tepaga, keyin chapga o'ngga, tepaga va chapga o'ngga, tepaga va orqaga. Ko'ryapsizlar, уже yuzim ham уже korreksiya bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana уже skularim, mana уже yuzimning tegi уже ancha formali bo'lib qolgan. Keyingisi qizlar shunaqa qilib qo'llarimiz bilan tepaga va orqaga yuzimizni ko'taramiz qizlar. Ketma-ketlikda qo'llarni atrovatsiya qilmasdan shunaqa qilib qilinglar qizlar. Va oxirida limfamizni yana tushirib yuboramiz. Hozircha shunaqa qilib, shoshilmasdan. Mana limfani tushirib yubordik qizlar. Malatsi, endi taymerda qo'yib qo'ydim. Keyingi yuzimizga o'tamiz. Ko'taramiz hammasini tepaga qizlar. Bizani dunyoyimiz magnitli narsa-ku, biz ham yerda ushab turilamiz-ku. Xuddi shunaqa qilib bizani yuzimizni ham, hamma narsamizni ham, ko'krigimizni ham, yuzimizni ham shu pastga tortadi. Magnitimiz, yerimiz magniti. O'sha bu narsaga qarshi turish uchun shunaqa mashqlar, massajlar o'zimizga qilamiz. Ita qizlar limfamizga tushirib yuboramiz oshiqcha suvlarni, oshiqcha yog'larni. Mana malatsi. Keyingi mashq qizlar shunaqa qilib pastdan, yuzimizni pastdan boshlab tepaga ko'taramiz. Juda ham mazza qilaman shu mashq qilsam doim qizlar. Tepaga ko'taramiz qizlar. O'zingizlar sezyapsizlarmi qanchalik yuzinglar вообще молоденький, yuzinglar qon aylanishi yaxshilanganini, shochkali tepaga ko'tarilayotgandek o'zlaringiz his qilyapsizlarmi mazza qilib. Qaranglar, men yuzim ham уже ancha chiroyli bo'lib qolgan qizlar. Ko'ryapsizlarmi? Yuzimda уже pastdagi teshikchalar paydo bo'lgan. Chiroyli, ya'ni modelniy teshikchalar. Davom etamiz qizlar, malatsi. Taymerni yoqib qo'ydim. Davom etamiz qizlar. Bu esa bizani ajinlarimizga yordam beradi qizlar. Qattim глубокий bosib, shunaqa qilinglar qizlar. Pasimizdan boshlab pasimizdan boshlab qo'yvoramiz. Sekin burnimiz oldida tochkalarimiz bor, o'shalarni ham bosib, sekin tepaga qilamiz qizlar. Malatsi. Botlarimizni biz prarabotka, massaj qilmaganimiz uchun ancha yig'ilib qoladi. O'shaning uchun bizda ajinlar paydo bo'ladi. Shu narsa paydo bo'lmasligi uchun shunaqa mashqlar обязательно qilib turinglar qizlar. Endi esa polniy qo'limiz bilan qizlar bundoq qilib tushirib olamiz. Limfamizga, oshiqcha suvlarimizni ham va ajinlarimizga qarshi mashq bu ham. Ena asosiysi quloqlarni oldidan tushiringlar. Ya'ni qizlar, yuzinglarning o'rtasidan emas, quloqlarning oldidan limfa uzil o'tgan o'shadan bo'ynimizga va bo'ynimizda tegdi suya bor-ku, ikkita suya ключица deyiladi. Shu yerga tushirib boramiz. Malatsi qizlar. Qizlar pastdan borib, qoshimizni oldida to'xtaymiz. Keyin xuddi men qilayotgandek tochka qilib oxirida ko'tarib limfamizga tushirib boramiz. Yana pastdan ko'tarilib, yana qoshimizga kelib, yana hamma tochkalarni topib, qoshimiz tepaga ko'tarib va limfamizga suvlarimizni oshiqcha tushirib boramiz qizlar. Xuddi shu mashqni qaytaramiz qizlar. Обязательно qizlar bu mashqlarni har kuni qilishga harakat qilinglar, o'shandagina natija bo'ladi. Va eng asosiysi ovqatimizga ham ahamiyat beringlar qizlar. Oqsil ko'p yeyishga harakat qilinglar, salat, kletchatka yeyishga harakat qilinglar, chunki biz ovqatimizdan na samом деле 70% bizning sog'lig'imiz ovqatimizdan iborat qizlar. 20% sportdan va 10% uxlashimizdan. Обязательно o'shaning uchun yaxshilab ovqat nima yeyotganinglarga ahamiyat berib, qizlar hammasini qilinglar. Keyingi mashq qizlar shunaqa qilib tepaga ko'taramiz. Juda ham shu mashqni ham yaxshi ko'raman. Bu bizning ajinlarimizni va burnimiz atrofini ajinlardan o'tishga yordam beradi qizlar. Ko'tarib, tochkani qilib qo'yamiz. Ko'tarib, tepaga tochka qilib qo'yamiz. Ko'tarib, tepaga tochka qilib qo'yamiz.
Молодцы, krasotkalarım. Keyingisi qizlar, bizani ko'zimiz atrofimizda ajinlar bo'ladi. U nega bo'ladi? Bizani mышцаlarimiz, mushaklarimiz bitta joyga yig'ilib va uni hech kim yoymayotganga shunaqa bo'lib qoladi. O'shaning uchun shunaqa qilib qizlar palchiklarimiz bilan ikkita har xil tarafga qovog'imizni, ko'zimizni naqasini ochamiz. Xuddi men qilayotgandek qilinglar qizlar. Молодцы, krasotkalarım. O'zlarim sezyapsizlarmi? Ko'zlar atrofi yengil bo'layotganiga boshqa tarafimizni qilamiz qizlar. Yaxshilab bosibroq qilishga harakat qilinglar. Imенно gluboko, ya'ni biz mushaklarimizni, ko'zimiz atrofidagi mushaklarimizni ham razminat qilib borishimiz kerak. O'shaning uchun yengil emas, ozgina bosibroq qilishga harakat qilinglar. Itak qizlar shunaqa kurchochik qilib olib, yana ko'zimizni, burnimiz atrofini tepaga ko'taramiz. 2 3 4 to'chib qo'yib qo'yamiz oxirida. 5 mazza qilib yosharayotganlarni his qilib qilinglar krasotki. 5 6 tugatdik. Keyingisi qizlar shunaqa barmoqlarimizni peshonamizga qo'yib tepaga ko'taramiz. Bu mashq bizani ko'zimiz ochilishiga, peshonamizdagi ajinlarni yo'qotishiga va osilib qolgan qovoqlarimizga oldini oladi. Va agar sizda bo'lsa, to конечно bu narsa yordam beradi. Bosib tepaga ko'taramiz qizlar. Bosib tepaga ko'taramiz. Bosib tepaga ko'taramiz. Молодцы, просто krasotki. Keyingisi qizlar, обязательно bu mashq juda ham zo'r. Imенно peshonamizdagi ajinlar uchun juda ham zo'r mashq. Shunaqa qilib, qattimroq bosib qizlar, qattim bosib olmanglar, o'rtancha glubokий shu o'zimizni peshonamizni mushaklarini his qilinglar. Biz bu mashq bilan peshonamizni расслабить qilamiz va mushaklarimizni, ajinlarimizni yoyamiz. Молодцы qizlar, davom etamiz. Biz hozir chap tarafimni qildim. Endi o'rtamizni qilamiz. Xuddi shunaqa qilib va keyin o'ng tarafimizni ham qilamiz qizlar. Davom etamiz. Oxirgi payt Instagramda juda ham ko'p talab bo'lyapti qizlar. Men semizmasman, lekin yuzim osilgan yoki ajinlarim bor peshonamda, burnim atrofida, ko'zim oldida yoki yuzim osilgan yoki baqbaqam bor, yuzimni chotki chiroyli formasi yo'q, yuzimda shochkalar bor, ya'ni bolaligimizda yuzimiz ishiq turadi-yu, mana yuzimizni bunday chimdilab olishadi-ku. Shochki deyiladi o'rischalab. Shunaqa narsalarim bor. Qanaqa qilib ozdirsam bo'lar ekan, Xonzoda yordam bering degan uchun men 14 kunlik marafon ochdim qizlar. U yerda hamma texnikalari o'rgatilgan va yaqinda уже start bo'ladi. Agar qatnashmoqchi bo'lsanglar, Xonzoda yuz bo'yicha menga ma'lumot bering deb Telegramimga yoki Instagramimga yozsanglar, men sizlarga hamma narx-navolari bilan ma'lumotlarni beraman qizlar. Botox, Motox $50, $100 turadi qizlar. Uni o'rniga qizlar atiga bitta marafonga qatnashib, massaj texnikalarini hammasini o'rganib, o'zlariga qilsanglar, doim chiroyli, yosh, yuzinglar tarang bo'lib yurasizlar. Tak qizlar, sizlarga video yoqdi degan umiddaman. Обязательно like qo'yinglar va obuna bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr qizlar va eslardan chiqmasin, yaqinda tez orada marafonim boshlanadi 100 bo'yicha qiz joylar. Eng arzon narxlarda xarid qilishga ulguringlar. Eng arzon narxda xarid qilish to'g'risida qizlar meni Telegramga yoki Instagramga 100 bo'yicha ma'lumot deb yozsanglar, men sizlarga ma'lumot beraman va to'liq kurs bo'yicha hammasini tushuntirib beraman. Eng asosiysi qizlar, bu mashqlarni har kuni qilinglar, chunki eng natijani zo'ri doim har kuni qilishda bo'ladi.